hayatını ahırlaştırganlar nisbeten köpüp ketedi. Abdumjit akam şu kış faslida ölüm yetim bek köp butgan. Muşini bir meditsina noktasından bir çöndürüp bergen bolsanız. Butu Әмді риск тошқан болса, қиш, яз деп армай біз үләр бітміз, рискіміз тошап қалған болса. Әмді лекен başka fəsillərə qarağançada küz bulubmu qış fəsillərdə ölüm yetim nisbətən köpəyib qaldı. Bulab yaşanğanların arasında. Səbəbi nimə degan çağda bu hava temperatürası gündən-günə təlləb manğanlıqlar nəfəs yolu kasalliklarga yaşanğanlarninki immun kuchi təlləb ketgandan keyin bək asan giribdi olab qaldı. Şuna bəlğəm, yütə, öpkə yallığa degan o'xshash har xil qizitma xarakterli kasalliklarga asan giribdi olab qilib, öpkini iqtidor təlləb ketdi. Odatda öpkini iqtidor təlləb ketgandan keyin yaşanğanlar nima hal kelib ishtiho tutilib qoldi. Ishtiho tutilgandan keyin bular quvvatli yuqori energiyalik tomoqlarni iste'mol qilolmaydi, ko'ngli tortmaydi. Shunga xos suyuq salam, nanchilab yetgan, suyuqash ichayotgan, shunga o'xshash holat shakllanib qoldi. Bu holat jigar, yurak, miya, bo'ri qatorliq umum badandagi rais a'zolarninki qon quvvatni qabul qilish iqtidori zo'r darajada ozlab ketgandan keyin mush ichki a'zolarda osonla zaiflash yuz berib, a'zolar bilan a'zolarninki aloqasi uzilib, shuning bilan bu yaşanğanlarda qış fəslində nəhayət asanlan qış fəslinə çıxanmay hayatını ahırlaşdırganlar nisbətən köpüb ketedi. Bu ichki a'zolardagi bu a'zolar zaiflashgandan keyin bu yaşanğanlardagi konu sozulma xarakterli kasalliklar, masalan yuqori qon bosim kasalligi, diabet kasalligi, uning bilan menqil qon tomiri to'silish ketish kasalligi, tajisaman yurak kasalligi, har xil revmatizm qatorliqlarni shiddat bilan o'zini ko'rsatishga boshlab, shuning bilan bemorning o'zida mushu o'pka yallig'lab qolish sababidan nurg'ulg'an kasallar badanga yamrab chiqib, hayotini muddati bilan oxirlashtirib qo'ydi. Shunga qish faslida hozirgi jamiyatimizda nurg'ulg'an yaşanğanlarimiz qish faslini o'tkazyapti, ichki o'lkalardagi qish bo'lmayotgan fasllarda o'tkazyapti. Shaharlarda qish faslini o'tkazib, yoz faslida uniki yurtga qaytib kelyapti. Buning o'zimi bir yaxshi ahvol. Nimishqa degan chog'da yaşanğanlar qish faslida qish faslining chiqishidan ta'sirligi sababidan qish bo'lmayotgan mushu shaharlarga kirib, mishada 3-4 oy qish faslini shu yerda o'tkazib, undan keyin o'zimiz yurtga qaytib kelyapti. Buma mushu o'pka yoki nafas yo'li kasalliklar giribtorlab qolishning oldini olishni maqsad qilgan. Shunga biz yaşanğanlarni hammanglarniki bu yerga kirib ketishi natoyin, shunga qish faslida uy temperaturasi yaxshi tangishash, sovuq o'tib qolishning oldini olish va quvvatsiz tomoqlarni ko'p iste'mol qilishdan saqlanish, o'pkani yaxshi saqlab bersak, qish faslidan bemorlar saqlab chiqib ketgili bo'ladi.